Thomas Jefferson abidesideki çırak. Ben burun işlegen şirkette qaralliq qatnashadigan boshlamchilarni tarbiyalash kursida boshqurish, strategiya va tadbir tuzish degandek turli mazmunlar bor edi. Garchi bular savdo tijoratni maqsad qilib o'tilayotgan darslar bo'lsa-mu, bu men qiziqadigan doiradagi mazmunlar va boshqa maqsadlar uchun foydali bo'lgan bir o'rganish edi. Bir qatimliq dars davomida ba'zi masalalarni o'ylashning olti qalpoq ichidagi qizil, yeşil va ko'k qalpoqlarni ishlatib hal qilish talab qilindi. Lekin meni qiziqtirgan boshqa bir mazmun Jefferson abidasi haqidagi ahvol tadqiqoti bo'lib, bu mazmun haqidagi fikr yo'lini yaxshi ko'rganim va ba'zi chaqlarda qiladigan fikr yo'limga uyg'un kelgani uchun ko'pchilik bilan o'rtoqlashqim kelib, yezib qoldirgan edim. Balkim buning bizga ba'zi masalalarni o'xshamagan nuqtadan yechib hal qilish uchun foydasi bo'lib qolar. Jefferson abidasi Amerikaning qurg'uchi otalaridan biri va 3-prezidenti Thomas Jeffersonni xotirlash uchun Washingtonda barpo qilingan abida bo'lib, 1943-yil yasalgan va oq marmar ishlatilgan. Yilda taxminan 800 ming odam ziyorat qiladi. Davlatlik bog'cha idorasi bu xildagi abidalarni asrash xizmatiga mas'ul bo'lib, necha yil burun bu abidani qaralliq tekshirib turadigan injenerlar bu qurilishga ishlatilgan marmartash sufitining o'zgarishga boshlaganligini bayqagan. Bu ishga jiddiy qaragan idora boshqa bir shirkatdagi mutaxassislar o'migini taklif qilib, buning sababini tekshirtgan. Arxitektor va qurilish injineridan tarkib topgan mutaxassislar o'migi 1 yil jafoliq tekshirib, tadqiq qilgan va buning uchun $2 million ketgan. Mutaxassislarning tekshirish natijasiga asoslanganda Jefferson abidasini pokiz tutish uchun ilib berilgan uzluksiz yuvish va ishlatilgan ximiyalik suyuqlik marmar tashlarining sifatiga ta'sir qilgan. Mutaxassislarning fikriga asosan abida keyingi 2 yil ichida cho'qim remont qilinishi kerak bo'lib, uning uchun $12 million mo'ljallangan. Bog'cha idorasi rahbarlarining bu ishga besh qatgan va abidaning o'xshash tozalanayotgan boshqa abidalardan nimishqa baldur ta'sirga uchirganligiga hayron qolgan. İdare mas'ullari bu vaqtda izlanib bir chora topmoqchi bo'lgan. Tekshirish jarayonida Jefferson abidasining boshqa abidalardan 2-3 hassa ko'p yuyiladiganligi bayqalgan. Chunki bu abida kelgan qushlarning po'qlarini tozalash uchun ko'p yuyish to'g'ri kelgan. İdora buning amalini qilish uchun ko'p izlangan. Yaxshiroq yuyish suyuqligi va yumshoq materiallarni ishlatish. Qushlardan qo'g'dinish uchun abidani sim to'saq ichiga elish. Abidani boshqa yerga yo'tkib etish. Qushlarni zaharlab o'ldirib etish. Faqat bo'lmasa, abidini taqoplab qutulish degandek nurg'un takliflar bo'lgan, ammo birisimi qabul qilinmagan. Oxirda bu abidini tozalab kelayotgan ishchilardan bir guruh odam o'z oldiga tekshirib bu masalani hal qilishga bel bog'lagan. Ular o'z usuli bilan o'ylanib tadqiq qilishni asriki sababdan boshlagan. Ya'ni kuchlik ximiyalik suyuqlik marmar tashlarga ziyon yetkazgan degandan boshlagan. Oldingi sabtdagi ishchilar savol-javob orqali bu masalaning yiltizini izlagan. Ularga ma'lumki, bu abida boshqa abidalardan ko'p yuyiladi. Chunki qushlar bak chichiydi. Nimishqa boshqa abidalardagidan ko'p qushlar bu yerga kelib oladi? Chunki bu abidada qushlar yaxshi ko'rib yeydigan o'mchiklar bak ko'p. Har qanday abidadagidan ko'p. Nimishqa? Chunki bu abidada o'mchiklar amroq parvonlar intayin ko'p bo'lib, o'mchiklar shularni deb keldi. Nimishqa parvonlar bu yerda ko'p? Boshqa abidalarda undaq ko'p emas. Ishchilar bayqadiki, parvonlar gugun mezgilda chiroq yo'riqi bor yerga kelib olib, uchib bazma qiladi. Lekin nimishqa parvonlar Jefferson abidasiga yig'ilib oladi? Ishlatilgan chiroq yoki nur bilan munosabatlikmi? Ishchilar oxir shuni bayqadiki, asli gap chiroqlar ekan. Shu atrofdagi boshqa barliq abidalar toki qorong'i tushmaguncha chiroq yoqmaydi ekan. Jefferson abidasi boshqa abidalardan 1 soat burun chiroq yoqadi ekan. Bunun bilan parvonlar bu yerga yig'iladi ekan. O'mchiklar parvonlarni deb, qushlar o'mchiklarni deb bu yerga yig'iladi ekan. Va bu abida qush po'qlarini tozalash sababidan boshqa abidalarga qaraganda 3 hassa ko'p yuyiladi ekan. Ishchilarning izlanishi va tadqiq qilishi bilan idora Jefferson abidasini hech pul xarjlamay saqlab qolgan. Oxirgi chora shuki, chiroqni 1 soat keyin yiqish ekan. Ma'rifatlik bir millat bo'lish sifatimiz bilan tarixdan buyon nurg'un ishlarni mushundoq oddiy
ammo cho'nqur hikmat bilan qilib kelganmiz. Bugungi kundami bizning nurg'un masalalarni hal qilishimizdagi ochqish balki mana shundoq oddiy, ammo cho'nqur bir hikmatda bo'lishi mumkin. Agar hikmat va aql bilan qila olsak, nurg'un murakkab ishlar tezla hal bo'lib ketishi mumkin.